Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyaning yana bir hududida migrantlarga qarshi keng qamrovli reyd bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Hafta davomida politsiya Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatidagi qurilishlarda keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazdi. Ushbu reydlarda migratsiya masalalari boshqarmasining 100 dan ortiq xodimi ishtirok etdi. Ular 10 ta yirik qurilish obyektini tekshirdi. Politsiyachilar 1500 nafar migrantning hujjatlarini o'rganib chiqdi. Natijada xodimlar migratsiya qonunchiligini buzish bilan bog'liq qariyb 300 ta holatni aniqladi. Qoidabuzarlarga nisbatan Rossiyaga kirish qoidalari yoki bo'lish rejimiga amal qilmaganligi uchun 124 ta bayonnoma tuzildi. Yana 101 ta bayonnoma noqonuniy mehnat faoliyati uchun rasmiylashtirildi. Ushbu tekshiruvlardan so'ng 56 nafar migrantlar vaqtinchalik saqlash markazlariga joylashtirildi. Rasmiylar 46 kishini mamlakatdan chiqarib yuborish bo'yicha qaror qabul qildi. 17 kishi uchun Rossiyaga kirish 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga taqiqlandi. Hozirda politsiya ushbu ishlarni yollagan 15 ta kompaniyani tekshirmoqda. Har bir noqonuniy ishchi uchun ish beruvchilarga turizm rublidan 1 million rublgacha jarima xavf solmoqda. 22-24 may kunlari Moskvada velosiped va elektroskuterlarda yuradigan kuryerlarga qarshi reyd bo'lib o'tadi. Reydni Moskva davlat yo'l harakati inspeksiyasi o'tkazadi. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, tekshiruvlar dastavka xizmati xodimlari o'rtasida qoidabuzarliklarni oldini olishga qaratilgan. Alohida e'tibor quyidagilarga qaratiladi: qizil svetofordan o'tish, piyodalar o'tish joylarida harakatlanish, yo'laklarda yo'l harakati qoidalarini buzish, piyodalar yaqinida xavfli haydash, shuningdek kuryerlarga aks ettiruvchi elementlarga ega himoya vositalarini kiyish va yo'l harakati belgilari, svetoforlarga rioya qilish eslatiladi. Haydovchilar va dastavchilarga ushbu kunlarga ayniqsa ehtiyot bo'lish va albatta hujjatlarni olib yurish tavsiya etiladi. Avvalroq o'tkazilgan perexod reydi davomida yo'l harakati politsiyasi xodimlari haydovchilar va piyodalar tomonidan 2000 dan ortiq yo'l harakati qoidalarini buzilishi aniqlangan edi. 2026-yil 19 may kuni Uslugada politsiya katta reyd o'tkazdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari Kingiseep tumanidagi qurilish shaharchalarida 1000 ga yaqin chet el fuqarolarini tekshirdi. Qonunbuzarliklar uchun 12 kishi politsiya bo'limiga olib ketildi. 3 nafar chet ellikka ish patenti bekor qilingani haqida bildirishnoma berildi. Yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari 93 ta transport vositasini tekshirdi. Huquq-tartibot idoralari ish beruvchilarda undan ortiq tintuv o'tkazib, tekshirish uchun hujjatlarni olib qo'ygan. Rubl dunyoning eng yaxshi valyutalar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Aprel oyi boshidan beri rubl dollarga nisbatan taxminan 12% ga mustahkamlanib, dunyodagi valyutalar orasida eng yaxshi ko'rsatkichni namoyish etdi. Rossiya banklararo bozorida savdo ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil 7-fevraldan beri birinchi marta dollar kursi 71 rubldan pastga tushdi. Medas Motor'ning yangi qoidalari sentyabr oyida kuchga kiradi. Rossiya migrantlarning tibbiy ko'riklari haqidagi ma'lumotlarni uzatish qoidalarini o'zgartirdi. Yangi hukumat qarori 2026-yil 15-mayda imzolangan. Ilgari klinikalar xorijiy fuqarolarning sog'lig'i haqida ma'lumotlarni test natijalarini olgandan keyin bir ish kuni ichida Ichki ishlar vazirligiga yuborar edi. Endi esa muddat qisqartirildi. Yangi qoidalarga ko'ra, tibbiyot muassasalari tibbiy ko'rik natijalari olgandan keyin bir ish kuni ichida Ichki ishlar vazirligining elektron tizimiga ma'lumotlarni uzatishlari shart. Yangi talablar rasman 2026-yil 1-sentyabrdan kuchga kiradi.
Hozirda Rossiyada taxminan 6,5 million xorijiy fuqaro bor. Faqat 2025-yilda 3 milliondan ortiq odam tibbiy ko'rikdan o'tgan. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlar bazasiga ancha tezroq o'tkaziladi. Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko'rik o'rtacha 5 mingdan 7 ming rublgacha turadi. Tekshiruvdan o'tgandan so'ng chet elliklarga QR kodli elektron hujjat beriladi. U 12 oy davomida amal qiladi. Rubl dunyoning eng yaxshi valyutalar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Aprel oyi boshidan beri rubl dollarga nisbatan taxminan 12% ga mustahkamlanib, dunyodagi valyutalar orasida eng yaxshi ko'rsatkichni namoyish etdi. Rossiya banklararo bozorida savdo ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil 7 fevraldan beri birinchi marta dollar kursi 71 rubldan pastga tushdi.